Alaykum do'stlarim, like bosib charchamayapsizlarmi? YouTube kanalimga xush kelibsizlar. Xo'p, bugungi rolik DLC emas, boshqacha rolikdagi video Real Gangster Crime mod APK'sini o'ynab ko'ramiz. Uzr do'stlar, kanalimda anchadan beri video chiqmadi. Chunki buning sababi shamollab ancha tomog'im og'rib qolgandi. Hozir ham ovozimdan bilotgandirsizlar. Hozir birinchi bu bolani kiyintirib modini qilib o'ynab ko'ramiz. Qani qanchalar maza qilishimiz mumkin. Birinchi bosh kiyimni tanlaymiz. Men bosh kiyimimni qaranglar. Pixel hate. Biza ko'pincha yarashib turadigan tanlasak ham bo'ladi. Kuch beradigan emas. Juda ko'p bosh kiyimlar bitta. O'yin nomi Real Gangster Crime. Ham kiyib qo'ysak ham bo'ladi. Keyin ust kiyimlardan mana bu o'yinning ustidagi futbolkasi o'zini. Mana shu kiyimni ham yaxshi ekan, sotsak bo'ladi. Yo'q, achi kerak emas, lekin yo'q, achi taqib qo'yamiz. Mayli, achi taqib qo'ysak ham bo'laveradi. Shimni qaranglar. Mana boyagi bilan o'zini ishoni, lekin ozgina ko'raylikcha. Uzr do'stlar, yo'talishlar agar bo'ladigan bo'lsa, chunki hozir hali ham tuzalganim yo'q lekin. Xo'p, oyoq kiyimlardan tanlaymiz. Mana shu oyoq kiyimi ham bo'ladi bizga. Xo'p, mashinalardan vertolyot bormidi? Vertolyot ham bor. Mana bu tankni qaranglar do'stlar. Robot. Mana tank ham bor, samolyot ham bor, vertolyot ham bor. Buni ham sotib qo'yamiz. Xo'p, mana ko'rishinglar mumkin. Mana vertolyot tushdi. Vertolyot tursin joyida. Bizga robot kerak. Mana shu robot qani endi? Robot qaranglar do'stlar. Zo'rligini. Qani kiyib ko'raylik bu robotni. Sakalini qaranglar. Bu turibsizlar. O'zimizga qurollab olamiz, keyin ijodlarga boshlaymiz. Xo'p, bu yerdan oddiy mana shu pichoq ham bo'laveradi. Eng qaqshatadigan qaysi bitta? Mana shu bo'lsa kerak, olib qo'ydik. Bitta bomba otadigan qurollarni olib qo'yishimiz kerak. Mana ham dahshat ekanligi. Bo'lmasa mana shuni olamiz. Bomba otadigan qurollar. Unchalik kerak emas. Lekin mana bu ham dahshat qurol. Olib qo'ysak bo'ladi. Buni ham olib qo'yamiz. Hozircha shu yetadi menimcha. Granatalardan. Hammasi bir xil.
mana bu jon qo'shadiganni ko'proq qo'shimiz kerak. Men parashyutni qo'shib bo'ladi lekin. Böyle parashyut olmayacağız. Mana bu eng qaqshatadigan joylar. Hamda 3 ta bo'ladi menimcha. Sotib ko'raylik. Mana qaraylik. Qanaqa uchadi endi? Ha, osmonga qarasa bo'ldi, o'zi uchar ekan. Bu qanaqadir jon yo'qmi? To'xtab qolmasmikin ishga? Bitta qurolli joy bor ekan. Bitta qurolni olamiz va jinnilikka boshlaymiz. Eng qaqshatadigan mana shu bo'ldi. Bo'lib boshlaymiz. Sabratchika nima sigaret chekasiz? Ko'chada sigaret chekish rangi kim o'rgatdi? Men bor uniki. Nega bularni o'qi yo'q? Ruxsat olish kerak. Ana svetoforda qizillangan-ku, nimaga yurasizmi? Bosh mashinada qizil olganda qayerda olgansan sen pravani? Mayli. Что-то сам qilmadingmi? Va qanaqa sharmandaligicha o'zimizni o'ldirib qo'ydik do'stlar. Mayli, bo'p turadi. Kimdir bizga telefon qildi. Ko'tarmaymiz, kerak emas. Hujumashdan o'ldirish boshlaymiz sola. Uj kelyapti ana milisalar. Milisamiz. Uch tepaga. Endi o'ta bag'latib qo'yamiz. Lekin dahshat narsa ekan qo'llar. Osmonlarga uchamiz. Bitta bomba tashlab olsak bo'ladi lekin. Ikkalasi ham kuyib qoldi. Yo'q, qanglatishni boshlasa bo'ladi. Birinchidan mototsiklni tez oladi. Qochdi. Do'stlar, bunaqa video obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Mana shuncha tomog'im og'risa ham sizlarga video qilishga harakat qilyapman. Bu juda kuchsizroq avtomat ekan. Bu lekin ular dahshatroq bo'lsa kerak, yana bilmadim. Yaxshi, o'sha bittasini o'ldirdik. Mashinasi bilan pachaqladik. Mana nima qilyapti? O'g'ri. Pullarni nimaga o'g'irlayapsan? Milisa keldi. O'g'rini birinchi o'ldirish kerak. O'g'rini o'ldir, o'g'rini. Uj milisa bozor bo'lib ketibdi-ku. Sekin tepaga uchamiz.
O'rtog'im ham masalani bor, damini. Voy. 4 talasi bir bo'lib o'ldirib qo'ydi bora. Yana ko'rish kerak, qaysi ani qurollar bor, yana nimalar bor, shuni ko'rish kerak. Mana ham dahshat ekanligim. Ne yapsa to'g'ri karıcı nima bo'lsa. Karıcı ko'zini yaxshilab beradi otga. Demak, kattaroq qurollardan olish kerak. Xavf kattaroq qurollar. Bittada urib oqizib qo'yadigan qurollardan olish kerak-da. Mana. Qani ot ko'raylik. Ta'sir qilmoqchi lekin do'stlar. Yo'q, ta'sir qilyapti. Yursak arkasiga chiqib qolamiz. Dihsh bola bo'lmagandek. Opa, uch turib qoldi. Freeze, punk. Kanan ular. Mana o'sha otsa kerakda, kelish boshlaydi. Portlash portladi o'sha. Qani melsilar. Qurol almashtiramiz. Bu qurollar buni to'taysa Anus kattaroq xavf kattaroq qurollarni olish kerak. Pistolet kerak emas. Qani boyagani dumaloq qurol. Mana shu qurol kerak bizga. Otdik bu. Bu juda sekin otadi lekin. Yaxshi. Sal pastroqdan turib bag'alatamiz ular. Ot tez. Udarni ko'rasizlarmi do'stlar? Ujini sahna o'tsa. Ujini yerdan bag'alatyapman, kristal. Qani? Qatnoq topdi. 3 o'lib qolgandim. Xo'p do'stlar, videoni shu yerda yakunlasak ham bo'ladi. Shu videoning davomi chiqsin yoki yo'q, sizlar kommentariyaga yozib qo'yinglar. Biz yana qaysi o'yinlarni o'ynaylik. Xo'p, buguncha video roligimiz shulardan iborat edi. Hammaga rahmat, like bosib, obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin.